Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan do'stlar. Mana hozir gaz ko'chatda ekamiz. Sizlarga hozir gaz ko'chatini to'g'ri ekishini ko'rsatamiz. Mana bu apparatda kovlangan 50-60 qilib suv qo'yasiz ozgina. Dori solasiz, amafosh. Buni to'g'ri ushlash kerak ko'chatni. Shu bosib qo'yiladi. Bunaqasi aqlli blogerlaring bilan Bosmash kerak deyishdi. Bosmasa ichida havo qolib ketadi. Keyin havo u ildizini ko'kartirmaydi, ildizini o'stirishga harakat qilib qo'yadi. Keyin o'smaydi. Qurib qolishiga olib keladi. Keyin buni hozir mana shularga ekkanimizdan keyin buni mana shu joylardan kesiladi, mana shu yerlardan. U kesishini ham keyin ko'rsatamiz sizlarga mana. Buni tagidan ham manidan ham kessa bo'ladi. Shoxlari baquvvat bo'lgani uchun biz tezroq kesishga qaror qildik. Sizlarga qolganini ko'rsataman.